Assalomu alaykum guruhimiz kanalimiz a'zolari. Bugungi kun xayrli va barakatli bo'lsin. Andijon jahon bozori Optin gul bozoridan yana boshladik. Qo'ldan kelgancha gullar narxlarini aytib o'tib ketamiz. Mana xrizantiyani oldiga kelganmiz. Keyin boshlayapmiz. Qisqacha qo'ldan kelgancha narxlarini aytib o'tib ketamiz. Tamom, bular nech pul beryapsiz? 10 ming so'm ekan. Chiroyli ekan. Bittasi 3 xil 4 xil rangi bor har bitta korobkada. Korobkasi nechtadan? 20 tadanmi? 20 tadan ekan korobkasida 10 mingdan bo'lsa 200 mingga bir korobka guldi. Qarang, nazar ko'taradigan gul. Mana oqi ham bor, sarig'i ham. Bardovisi, pushtisi har xil rangi bor ekan. Kimga qanaqa rang kerak bo'lsa, nomer qoldiramiz, shunga telefon qilsanglar bemalol jo'natib berilaveradi. Mana sortlari-chi? Mana 20 mingligimi? Bu buketni sortmasmi bu? Bu ranglar chiroyli, bular hali g'uncha, bu yana kengayadi. Mana yonida g'unchalari bor, ular ham gullaydi mana. Tayyor turadi o'sayotgan narsa. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. O'ta go'zal ekan, mana shu turishida hamda. Bahorda ham gullaydi. Bu bahorda ham gullaydi, faqat nima deydi? Kuzda gullaydigan emas, faqat bahorda ham gullaydi. Mana shuni qo'yib qo'yamiz. Hozir rasmga oldim. Mana qora zamiyalarimiz kelgan. Sotyapmiz. Agronemalar, kalaterlar. Ular narxlarini bilmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimiz bor. Nomerimiz saqlanib chiqadi. Glanisda 94lik 437 0880 bemalol telefon qilaverasizlar. Bugungi videomiz barakasi bo'lmayadi. 45 ming so'm. Agronemalar 60 mingdan, Murayya 65 ming. Ular 25 ming so'm antirimlar. Lola antirimiz bor. 130 ming so'm. Kelishib beramiz. Sekaslar 130 ming so'm. Ko'raydi. Mana gardiniyalarimiz ham ozgina qoldi. Bunisi 80 ming so'mga g'unchalar turibdi. Uyga olib borishda ochiladi. Paxayralar bor. Kameralar sotildi. Ular sotilibdi, endi yuklashyapti. Berib olsa bo'ldi. Men Farg'ona Qo'qonga ketyapti ekan-da. Namanganda gulchakalar ham kelgan. Namanganda 3 tuman savdo qilar ekan, Latifaga degan inson. Mana. Kelishinglar. Bu eronlar nech puldan? 15 mingdan ekan, eron brisketlar. Mochi? Ha, bilaman. Ha, bilaman. Xabar bor. Nech pul? 20 ming so'm. Mana archalar ham bor ekan. Mana nech puliga? Bu 250 mingligi shekilli. Kreton bo'yi 1 metrdan oshiq ekan. Sortda? Nech xil bor? Bu turi ko'p. Mana arsan turi ko'p ekan. Bunaqa kesilgan bular. Kesilgan qarab ajoyib. Mana shu gul chiqaydi. To'xtay fanardan. Topganga anaqa bor ekan, nima deydi? Bonus bor ekan. Topganlar kommentarga yozinglar. Ha, qani? Bo'ldi ana. Yo, faqat gulchilardan tashqari. Topganga priz bor ekan. O'sha gulchilar o'zlaridan. Rozumga. Mana sheflar bor ekan, matda. Bananimiz. Banan sortimi? Hamma o'z bilan zavor ekan. Mana bular sotilib chiqilik. Lak mana. Hali ham gul lak yaltirab turadi egallarga. Mana shuni bargiga surkab qo'yadi. Sepib qo'yadi, dezodorant o'xshab sepadi. Balki yaltirab qoladi. Hali kelgan odam davom ettiradi. Mana bular 60 ming so'mligi. Mana 55 ming, 60 ming shunaqa. Yurilaveradi. Mana ular sotgan gullar, mana xrizantiyam mana sortlari bor ekan.
o'zini buketli sortlarni faqat sal chanqatib baqqan shekilli shunga kaltaroq chiqibdi. Mana hatto azaliyani oqi atirgulligi. Mana 80 ming so'm ekan. Mana spatuliyumda haligi teplisasi bor. Ekib parvarish qilaman deganlarga mana ko'chatda ham bor. Buni narxini bilib qo'yamiz. Mana kasseta oladiganlarga 4 ming so'm ekan. Nechta bo'ladi ichida? Bu qancha mana? 128 ta bo'lsa kerak ekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 8 16 kere 8. 16 kere 8. 3 4 5 Xo'p, 15 kere bo'lganda 120 ta, 128 ta bo'ladi ekan. 15 tasi 120 ta bo'ladi. Abdulla 128 ta. Singonimlar ham bor ekan. Askarga qo'qamikan? Singonimlar bular 7 ming so'mda ko'rasizlar. Ekib parvarish qilaman deganlar, endi ko'rsatlar ham tayyor, holati yaxshi. Kattaroq bo'lgan variantda. Mana ko'ringlar, bu katta bo'lgan holati, bu ko'chatdagi holati. Sekin bozorda yana qo'ldan kelgancha ko'p aylanib bormaymiz. Bu atrofimizda aylanib o'sha yetar ekan. Lekin bu yoqqa qarab ketyapmiz. Endi ancha-muncha ahlat bo'ladi payshanba kunlikda. To'g'ri tushunasizlar, yig'ishtiradiganlar yig'ishtirishga ulgurishmayapti. Bozorimiz birpasda boshlanib ketib qoladi. Shu bilan lekin dushanba kungi optimimizda chiroyli bo'lib qoladi. Bugungi klientimiz kelib chisloni ham aytib keting dedi. Bugungi chislo sana o'zbekchasiga 30-oktyabr 2025-yil. Ko'rib, oxirigacha ko'rib, like bosib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Mana bitta plyushlar bor ekan. Mana o'rtada Sanseveriya. Mana bu chiroyli ekan. Narxlarni gruppadan orqali bilib olamiz. Telegram guruh orqali. Antirumlar. Mana ko'chatlar bor ekan, kameliyaning ko'chatlari. Kofedagi shiralari bor ekan. Gusmani ekan bu ya. 3 talik ekan Gusmani yana. Kameliyalar. Gusmani opa 3 talik. Olasi chiroyli ekan. Zo'r. Avloni bak 145 ga. Javlat. Necha pullik bu kameliyangiz? Bular 350 mingdan katta. 350 ming. Ko'chatlarchi? Ko'chatlari 60 ming so'm. 60 ming. Archalar ham bor ekan. Bu arnati nechi pul chiroyli ekan bu. Karatey. Kalatayamiz 110 deb 100 ga beraveramiz. Lekin baxtchi. Bu ham 100 ming. Kaktuslar. Qo'ya bor ekan. Bu qo'ya nechi pul bu kerri? Qo'yimiz 80 ming so'm, 70 ming ga beraman. U o'zi asal o'sgan. Menchaligida olingan. Yo'q. Haligida o'rganmabmiz-da. E'tibor bermabmiz. Ular hozir yangi kelmaganda ancha bo'ldi. Ha, işte. Manaqasi. Mana shu larab petalum nechi bu? Ular 400 ming deyapmiz. 400 ming so'm qishda qolaradi. Ha. Bu gullayapmi, o'syaptimi? Gullayapti. Qizil gullaydi ekan, mana ko'rishinglar mumkin. Iskambar ham bor. Klientlaringizga buni ham tushib beraman. Skidga. Bilaman. Skidga demaydi, narxini tushib beraman. Ha, skidga ham. Iskambarchi gullayapti mana. Sizlarga ularga hediya qo'yamiz sizlarga. Nechi pul bular? Ular 50 mingdan beraveramiz. 50 ming so'm, 1 metrdan oshiq. Nimalar? Mushkambarlar 50 ming so'm. Hammasini kulib beraman. Xaviyalar. Xaviya ham chiroyli ekan. Голубой yerlar. Chiroyli ekan. Egasi yo'q. Narada yurib ketdi egasi ham. Mana bozorlar ham keng, bu yerlarga yurib boramiz.
Xrizantemalar. Shoyatbek, ha? Lola opsiz-a? Kamililar mana. O'ta chiroyli ekan. Dolar 25 ming. Kratolla 25 mingdan. Eronlarchi 10 ming. 10 ming. Akubalarchi aka? Bu ham 25 ming. 25 ming. Oldin kichkina ko'rsatib 25 ming berilardi. Necha edi bir? 10 tomiri bo'lsa bo'ldi deydi. Hozir mana katta. Ashta. Kanarskiy palmeschi 15 ming so'm. Bozoringiz bersan aka. Bu narsa. Bular qaramaymi? O bengallarchi? Bengal ham bor ekan. Bengal 50 ming so'm. Araka fix. Qorachi? Qarami. Qarami. Ancholda kelgan ekan. Kratolar ichimi kichiklari. Ular 25 mingdan. Bular 15 ming. 15 ming, 25 ming. Kattasi-chi? 70 ming. 70 ming so'm. Filadendromlar 20 ming. 20 mingdan. Voy, tegisi ham chiroyli ekan. Qo'ldan kelgancha charchaganmiz, to'g'ri. Bu gitaralarchi? Gitaralar 30 ming so'm. Chiroyli o'sib qaraydi. Dehqonni qo'li dard ko'rmasin deb laytni bangalatib yuborasizlar endi. Bu benjaminlar bular? Bular 80 ming so'm ekan, bo'yi 1 metrdan oshiqroq. Masalan, rasmga olib qo'ysam-chi. Voy, chiroyli ekan. Bular? Rahmat. Bular nech puldan? Ular 12 ming. Bravo bu? Prezidentskilar. Prezidentskiy 12 ming. Mini rozalarchi? Ular ham 13 ming so'm, 12 ming so'm. 13 ming, 12 ming so'm. Bozorlar bersa. Tojikistonga ketayotgan gullar. Tojikiston. Bugungacha ketayotgan hamma gullar Tojikistonga. Kamoldi. Qachon qolmayapsizmi? Yengillatib yuborasiz gullaringizni. Tojikistonliklarga berib yuborsizmi? Ha, boplar. Bu nimalar tushunmay qo'ydi qarindoshlaringiz? Plan to'ldi ularda. Boyib ketdi. Xo'sh. Yuraylik. Ko'rishamiz Kamoldi. Xo'p, xo'p. Mana bular sotilgan ekan. Nech pul oldinglar buni? Sizlarmisiz? Yo'q. Namangaga ketyapti ekan. Ana joyimizga kelib oldik. Xo'p, yaxshi olinglar. Joyimizga kelib oldik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qachon 12 mingta bo'lamizligini kutib yotibmiz.